Ona farzandini kutib dunyodan ko'z yumdi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Olis bir qishloqda yoshi ulug' bir ona yashardi. Yillar uning qomatini bukkan, yuzlariga ajin solgan edi. Lekin ko'zlaridagi mehr hali ham so'nmagan edi. U umr bo'yi mashaqqat bilan yashadi. Yoshligida turmush o'rtog'idan ayrildi. Shundan keyin butun hayotini bolalariga bag'ishladi. Och qolmasin deb mehnat qildi. Sovuq kunlarda ham dalaga chiqdi. Tunlari uxlamay kiyim tikdi. Har duosida faqat farzandlarini so'radi. Ammo taqdir uning yuragiga ko'p dard soldi. Bir farzandidan ayrildi, keyin yana boshqasidan. Yana birining o'limi esa onaning yuragini butunlay sindirdi. Endi uning hayotdagi yagona suyanchi kenja farzandi edi. Ona butun mehrini unga berdi. Har safar unga qaraganida ko'zlarida umid porlardi. Har kecha uxlatishdan oldin peshonasidan o'pib duo qilardi. Bolam, ona bir kun qaraydi, meni unutma. Yosh yigit esa kulib, hech qachon sizni tashlab ketmayman, derdi. Lekin vaqt o'tib dunyo sevgisi uning qalbini o'zgartira boshladi. Qishloqdagi ko'p yigitlar uzoq o'lkalarga ketib boy bo'lib qaytardi. Kimdir katta uy qurardi, kimdir qimmat mashina olardi. Shu narsalar yosh yigitning yuragiga ham kirib bordi. Bir kuni kechqurun u onasining yoniga o'tirdi. Men uzoq safarga ketaman. Onaning qo'lidagi piyola asta titradi. Meni yolg'iz tashlab ketasanmi? Men bir umrga ketmayman. Biroz ishlab pul topaman, keyin qaytaman. Onaning ko'zlariga yosh to'ldi. Pul hamma narsa emas, bolam. Ammo yigitning qalbi allaqachon dunyoga bog'lanib ulgurgan edi. Safar kuni yetdi. Ona tongdan yig'ladi. Issiq non yopdi. Kiyimlarini taxladi. So'ng Qur'on olib farzandining boshiga duo qildi. Allohim, bolamni o'zing asra. Yigit onasini quchoqladi. Tez qaytaman. Ona esa yuragidagi og'riqni yashirib, meni ko'p kuttirma. Yigit ketdi. Shu kundan boshlab uy huvillab qoldi. Har tong ona darvoza oldiga chiqib o'tirardi. Har mashina ovozidan balki kelgandir. Ammo yo'l yana bo'sh qolardi. Dastlab qo'ng'iroqlar bo'lib turdi, keyin kamaydi, so'ng butunlay to'xtadi. Ona tunlari uxlay olmay qoldi. Namozdan keyin qo'llarini osmonga ochib yolvorardi. Ey Parvardigor, bolamni menga omon qaytar. Kunlar o'tdi. Sochlariga yana oq tushdi. Ko'zlari yo'l qarayverib holdan to'ydi. Bir kuni qo'shnilardan biri uzoq shaharda uning farzandini ko'rib qolganini aytdi. Yaxshi yuribdi. Endi boshqa hayot qilibdi. Bu gap onaning yuragiga og'ir botdi. Ammo u farzandidan ranjimadi. Faqat duo qildi. Allohim, bolamni to'g'ri yo'lga sol. Nihoyat bir kuni uzoqdan qo'ng'iroq bo'ldi. Onaning qo'llari titrab ketdi. Bolam. Narigi tomondan sovuq ovoz eshitildi. Ha? Onaning ko'zlariga yosh keldi. Ovozingga zor bo'ldim. Nega bir marta ham telefon qilmading? Ish ko'p, vaqt yo'q. Bu gap onaning yuragiga pichoqdek botdi. Men kasal bo'lib qoldim. Kechalari nafasim qisadi. Qaytgin. Hozir qayta olmayman. Ko'p pul topishim kerak. Onaning ovozi titradi. Pul onadan ham muhim bo'lib qoldimi? Narigi tomonda sukut cho'kdi. Ona yig'lardi. Men har kuni yo'lingga qarayman. Keyinroq boraman. Va telefon uzildi. Ona uzoq vaqt telefonni bag'riga bosib o'tirdi. O'sha tun tonggacha yig'ladi. Qorong'i uy ichida faqat bitta ovoz eshitilardi. Bu farzand sog'inchi bilan yonayotgan ona qalbining duosi edi. Kunlar o'tib borar, lekin uy ichidagi sukunat o'zgarmas edi. Har tong bir xil boshlanardi. Bo'sh darvoza, jim ko'cha va yolg'iz ona. U endi oldingidek tez yurmasdi. Qo'llari zaiflashgan, nafasi qisqargan edi. Lekin bir narsa o'zgarmagan. Kutish. Har bir mashina tovushi uning yuragini uyg'otardi. Har bir qadam ovozi uni darvozaga qarashga majbur qilardi. Balki bugun kelar. Lekin kunlar yana bo'sh o'tardi. Qo'shnilar tez-tez kelib turardi. Kimdir ovqat olib kelardi, kimdir uy ishiga qarashardi. Ammo hech kim ona yuragidagi bo'shliqni to'ldira olmasdi.
U ko'p gapirmasdi endi, faqat duo qilardi. Ey Allohim, uni to'g'ri yo'ldan adashtirma. Bir kuni qo'shnisi yoniga o'tirdi. Sizni ko'p o'ylaymiz. Farzandingizdan hech xabar yo'qmi? Ona sekin boshni egdi. Bor, lekin juda uzoq. Bu uzoq so'zining ichida butun dard yashiringan edi. Aslida u uzoq emasdi, faqat kelmayotgan edi. Bir kecha ona juda yomon tush ko'rdi. U tushida qorong'i yo'lda yurganini ko'rdi. Atrof jim, havo sovuq. Oldinda esa bir soyaga o'xshash odam ketib borardi. "To'xta", deb chaqirdi ona. Lekin javob yo'q. U yugurdi, yiqildi, yana turdi. Nihoyat o'sha soyaga yetganda u yo'q bo'lib ketdi. Ona uyg'ondi. Yuragi qattiq urardi. Ko'zidan yosh oqardi. Ey Allohim, uni mendan uzoq qilma. Ertasi kuni yana telefon jiringladi. Ona qo'llari titrab telefonni oldi. "Bolam." Narigi tomonda sovuq, shoshilgan ovoz eshitildi. "Ona, hozir gaplashishga vaqt yo'q." Ona jim qoldi. "Men sizni sog'indim. Keyinroq gaplashamiz." Ovoz uzildi. Ona telefonni sekin pastga qo'ydi. Bu safar u yig'lamadi. Faqat uzoq jim qoldi. Go'yo ichidagi hamma narsa muzlab qolgandek edi. Shu kundan boshlab uning sog'inchi yanada og'irlashdi. Har kuni u eski kiyimlarini tartibga solar, farzandining hidini izlar edi. Har bir narsa unga o'sha kunlarni eslatardi. Lekin eng og'iri, umid hali ham o'lmagandi. Ona har kuni deraza yonida o'tirardi. Bugun keladi. Lekin kun yana o'tardi. Bir kuni qo'shnilar orasida gap tarqaldi. Uzoq shaharda u yigit boshqa hayot boshlagani, ishlar bilan band ekani aytildi. Kimdir uni o'zgargan, nomahram qizlar bilan kayfu safo qilib yuribdi, deb gapirdi. Ona buni eshitdi, lekin hech narsa demadi. Faqat ko'zlarini yumdi. Farzandim yomon bo'la olmaydi. U o'zini shu gap bilan avutardi. Bir kuni kechqurun u juda holdan to'ygan edi. Nafasi qisilib yotoqqa yotdi. U asta ko'zlarini yumdi. Ey Allohim, agar men uni ko'rmasam ham, uni asra. Va ona yuragida asta-sekin bir charchoq paydo bo'la boshladi. Charchoq tanada emas edi. Charchoq umidda edi. Nafasi tez-tez uzilib, ko'kragi siqilardi. Tanasi kuchsiz, qo'llari esa muzdek edi. Ammo ko'zlari hali ham ochiq. U yana kutardi. Balki bugun bu so'z endi tilida emas, yuragining ichida aytilardi. U ko'p narsani kutgan edi. Telefon qo'ng'irog'ini, eshik taqillashini, qadam tovushini, lekin hech biri kelmadi. Ona sekin o'rnidan turmoqchi bo'ldi, lekin kuchi yetmadi. Qo'llari titrab yana yotib qoldi. Ko'zlaridan yosh oqdi. Ey Allohim, men uni ko'rmay ketmay. Shu payt u bolaligini esladi. Farzandi kichkina paytlarida uni quchoqlab yotardi. Yuziga kulib qarardi. Ona, sizni hech qachon tashlab ketmayman. O'sha so'zlar endi yuragini teshib o'tayotgandek edi. Ona ko'zlarini yumdi. Sen va'da berganding. Kechasi yarim tunda u sekin ko'zlarini ochdi. Balki mo'jiza bo'lar. Balki eshik ochilib kirib kelar. Balki yana ona deb bag'riga bosar. Bir kuni ahvoli yanada og'irlashdi. Uni deraza yoniga olib borishdi. U uzoq yo'lga tikildi. Yo'l esa bo'sh edi. Onaning ko'zlariga yosh keldi. Juda uzoq kutdim. Uy ichida hamma jim edi. So'ng ona sekin dedi. Agar kelsa, mendan ranjigan deb aytmanglar. Qizi yig'lab yubordi. Men uni oxirgi nafasimgacha yaxshi ko'rdim. Bu gap hammaning yuragini ezdi. Shu paytda uzoq yurtda telefon jiringlardi. Lekin u javob berishni istamadi. Nihoyat javob berdi. Aka, onamizning ahvollari juda og'ir. Tez keling. Ichida qo'rquv uyg'ondi. Ertaga. Ammo ertaga juda kech edi. Uy ichida esa ona oxirgi nafaslarini olar edi. U ko'zlarini qiyinchilik bilan ochdi. Keldimi? Hech kim javob bera olmadi. Faqat yig'i eshitildi. Ona chuqur xo'rsindi.
Ey Alloh, bolamni senga topshirdim. So'ng lablari sekin qimirladi. La ilaha illalloh. Ko'zdan yosh oqdi va nafasi to'xtadi. O'y faryodga to'ldi. Onani umr bo'yi kutgan yurak endi urmay qolgan edi. Ertasi kuni hamma janozaga yig'ildi. Yagona farzandi yo'q edi. Singlisi akasiga telefon qilib dedi: "Aka, onamiz bizni tark etdilar." Dunyo uning ko'ziga qorong'i bo'lib ketdi. Qo'llari titradi. Lekin endi juda kech edi. Ona eng ko'p kutgan kunda farzandi uning yonida yo'q edi. U telefonni tushirib yubordi. Yo'q, bu mumkin emas. Yo'q, ona tirik. Lekin yuragi allaqachon haqiqatni sezib ulgurgan edi. U yiqildi. Hech kimni eshitmadi. Hech narsani ko'rmadi. Faqat ichidan bir ovoz qichqirardi. Sen kech qolding. U darhol yo'lga chiqmoqchi bo'ldi. Lekin taqdir yana to'siq qo'ydi. Hujjatlar, tekshiruvlar, savollar, hamma narsa uni ushlab turardi. Har daqiqa uning uchun yillar kabi cho'zilardi. Meni qo'yib yuboring. Onamni oxirgi marta bo'lsa ham borib yuzini ko'ray. Lekin hech kim tushunmadi. Hech kim uning ichidagi olovni ko'rmadi. Nihoyat bir necha og'ir kunlardan so'ng u yo'lga chiqdi. Lekin bu safar u boylik uchun emasdi. Bu safar u kech qolgan farzand edi. Samolyot ichida u derazaga tikilib o'tirdi. Ko'z oldiga faqat bitta manzara kelardi. Darvoza yonida o'tirgan ona. Qishloqqa yetib kelganida havo sovuq edi. Uyga yaqinlashgan sari oyoqlari titradi. Darvoza ochiq edi. Hech kim kutib olmadi. U ichkariga kirdi. Ona. Ovoz chiqdi, lekin javob yo'q. Ona. Uy jim. Go'yo devorlar ham unga javob berishni istamasdi. U yerga o'tirdi. Qo'llari bilan yuzini yopdi. Men keldim. Kech keldim. Lekin javob yo'q. Faqat sukunat. Keyin uni qabristonga olib borishdi. Yer yangi kavlangan edi. Hamma jim. Faqat shamol barglarni silkitardi. U yerga qaradi va birdan hamma narsa ichida yorilib ketdi. U tiz cho'kdi. Qo'llari bilan tuproqni ushladi. Ona, men keldim. Ovoz osmonga o'rildi. Lekin osmondan ham javob yo'q edi. U tuproqni bag'riga bosdi. Meni nega kutmadingiz? Men kelaman degandim-ku. Ko'z yoshlar to'xtamasdi. Yillar davomida yig'ilmagan pushaymon endi bir zumda oqib chiqardi. O'sha lahzada u hamma narsani tushundi. Pul ham, boylik ham, uzoq yurt ham hech narsa emas ekan. Haqiqiy boylik uni kutgan ona ekan. Lekin endi juda kech edi. Juda kech. U qabr ustida uzoq o'tirdi. Onalar kutadi, lekin abadiy emas. Aziz do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling. Zero sizning qo'llab-quvvatlovingiz bizning mehnatimiz samarasidir. Keling, oxirida duo qilaylik. Mehribon Parvardigor barcha bemorlarga shifo bersin. Musofirlarni o'z panohida asrab, sog' salomat vatanlariga qaytarsin. Farzand kutayotganlarga esa solih va soliha farzandlar nasib aylasin. Amin.